Assalomu alaykum, hurmatli avtopritsep ixlosmandlari. Bugun navbatdagi zakaz pritsepimiz tayin bo'ldi. Bu pritsepimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot rayonidan bo'ldi. Pritsepimiz turali ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, razmeri 1.40 ga 2.5 bo'ldi. Portlari 37 cm, agrajniyasi 70 cm, общий poldan 1.10 bo'ldi. Ramalari 4 tarafida shivillerden bo'ldi. Resorlari traktorning pritsepning resorlari qo'yildi. Qo'shimcha Nexia prujin, Matiz amortizatorlar o'rnatib berdik. 14 lik toza disk balonlardan bo'ldi. Bortlarining qalinligi 3 mm lik qalin listlardan islendi. Krillari de 3 mm lik qalin listlardan islendi. Tartarlari 3 tarafida shivillerden bo'ldi. 1 tonna 600 lik qalin zamoklarni o'rnatib berdik. Qo'shimcha shinjirlarda o'rnatib berganmiz. Elektromontajlarni islab berdik. Bu pritsepimiz islenuv prosesinde 100% germetika islendi. Gruntovka kraskalari sevildi. Mashin kraskalarini sevib, sirtdan lakda sevib berganmiz. Pritsep ishlab chiqaruv manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Qanligul rayoni Oltingul ovul fuqarolar jiyini Xo'jaovulda joylashgan. Kimga qanday pritsep kerak bo'ladigan bo'lsa 88 dan 059 2101 telefonda zvonok etib baylansangiz bo'ladi. Pritsepimizning bahosina keladigan bo'lsak, bu pritsepimizda 10 milyon 700 ming so'mga berganmiz. Pollarına 3 cm lik taxtaylarda o'rnatib berdik. Pritsep unagan bo'lsa, videoga like bosib, kommentariyalarga o'z fikrlaringizni yozib keting. Sağ olun, salomat bo'lin.